Dünya tılsımatları qiziqsangiz mening qaygishining sirliq dunyoni birlikda kezaydi. 2013 yili 2 ayning 15 kuni diametri 17 metr, ig'irligi 7000 tonna bo'lgan meteorit ko'zni qamashtirgudek nur chechib 54 mah tezlik bilan yer shariga so'qilish oldida turadi. Agar u yer shariga so'qilsa, Xirosamaga tashlangan atom bombasining 30 yassiga baravar portlash kuchi hosil qiladi. Texmo xatarlik yeri shuki, meteorit tush mo'ljallangan o'ringa 100 kilometrmi kelmaydigan joyda mayak yadro elektr yaqilg'i zavodi bo'lib, agar meteorit rostini bu joyga so'qilsa, buning oqibatini tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Balkim insonlar dinozavrga o'xshash kunga qilishi mumkin edi. Shu kunki voqeani eslasak, meteorit yer yuzidan 24 kilometr egizlikdagi atmosfera qatlamini kesib o'tib, yer shariga so'qilish oldidagi shu paytda meteoritni ko'zlayotgan astronomiya olimlari endi tugishadigan bo'ldik deb chochlarini qamallig'icha cho'qon selvatadi. Lekin o'ylamgan yerdan g'alati ishdan biri yuz berdi. Meteorit to'satdan havoda portlab hukm talqon bo'lib ketdi va nihoyatda ushaq bir qismila yer shariga so'qildi. Buningdan ajablangan astronomlar xotirlangan sin materialini ko'rib qattiq hayron qoldi. Ya'ni xotirlangan sin materialda noma'lum bir jismning tuyuqsiz meteoritning keynidan tishib o'tib, uni pachaqlayotgan ko'rinish edi. Buningdan bu noma'lum jism suratining meteorit suratidan xilli eshib ketganligini ko'rishga bo'ladi. Ayni chaqda meteoritning surati kishini hayron qoldiradigan 54 maqqa yetgan. Lekin yer sharidagi eng tiz to'squchi boshqariladigan bombning suratimi 20 maqdan oshmaydi. Demak, bu meteoritni insonlarning hozirgi fan texnikasi bilan to'sib qilish aslo mumkin emas. Bu xil voqealarning buning bilan to'xtab qolgani yo'q. 2019-yili 7-ayning 25 kuni bir kichik sayyora 80 mah surat bilan yer shariga qarab uchib keldi. Agar u yer shariga so'qilib qolsa, 1 milliard tonna TNTning kuchini bergan bo'ladi. İnsanlarning buningdan qo'ldan olishi qat'iy mumkin emas edi. Lekin oxirgi hisobda bu kichik sayyora yer shariga 72 ming kilometr qolgan shu paytda yana ma'lum kuch tarafidan yo'lnishini tuyuqsiz o'zgartdi va yer shari bilan surkilib degdek o'tib ketdi. İnsanlar yana bir qatim dahshatli balo qazodan qutuldi. Buningdan shuni his qilishga bo'ladiki, insonlar shunchalik ojiz ham shunchalik talaylik. Amaliyotda yer shariga har kuni cho'ng kichik bo'lib, minglagan, tumanlagan jismlar hujum qilish uchun keladi. Lekin ularning mutlaq ko'pinchisi to'sib qilindi. Acaba bularning hammasi tasodifiylikdanmi? Zodi qandoq sirliq kuch insoniyatni yoshirin holatga qo'ydi? Nurg'un kishilar yuqorqi voqealikning insonlardan boshqa mavjudiyatning borligiga pakt bo'la oladigan, bo'la olmaydiganligi to'g'risida bahs munozir qilishmoqda. Undaqda sizdan so'rab baqsam, siz insonlarning madaniyatidan boshqa madaniyatning mavjudligiga ishonamsiz? Mayli ishining, mayli ishonmang, meni qo'shib olgandan keyin inkas rayoniga ko'z qarishingizni qoldirib qo'ying. Xeyr xo'sh, kelarki silliq mazmunni ko'rishaylik.